Assalomu alaykum hurmatli do'stlar. Bugun biz sizlarga o'tgan darsimiz mavzusi son araliqlari. Son araliqlarining birikishi va qiyilishishi. Endi darsimizni boshlamasdan burun mandaq bir koordinatlik tuz ustidagi 1dan 5 bo'lgan sonlarni qarashtiraylik. Bizga 1dan 5 ga bo'lgan sonlar kerak. Deyli. Yana 1dan 5 gacha. 1dan 5 ga bo'lgan sonlar orasidan biz natural sonlarni olaylik. Qanday natural? Natural. 1dan 5 gacha bo'lgan araliqdagi mundaq sonlar bor. 1, 2, 3, 4, 5 sonlari. Endi bizda ikki turlik fikr bo'lishi mumkin. 1dan 5 gacha 2, 3, 4 sonlar o'rnashganmi? Yoki 1dan 5 gacha natural son ichida 1, 2, 3, 4, 5 sonlar o'rnashganmi? Mushundaq ikki turlik fikr qiliplashganda bugungi bizning son araliqlari degan mavzumuz buni durustlab yetkazishga, ya'ni durustlab aniqlashga yordamlashadi. Qani undaqda buni tövendeki biz suratlarga asab solaylik. Endi qaranglar. Birinchisi bu 1dan 5 gacha bo'yalgan, shtrixlangan, kelasi 1dan 5 gacha, uchinchisi 1dan 5 gacha. Biroq bu uchinchisi 3 turlik ma'noni aytadi. Birinchisi bu 1dan 5 gacha bo'lgan araliq yezilishi. 1dan 5 gacha. Bu nimani bildiradi deganda bu 1dan 5 ga bo'lgan barliq sonlarni bildiradi. Endi kelesichi bu 1dan 5 gacha. Biroq bu 5 bo'yalgan. Shu sabab buni tik skobka bilan tirnoqcha bilan yapamiz. Bu nimani bildiradi? 1dan 5 gacha 5 ni qo'shib olgandagi araliq. 5 sonni qoldi qo'shib oldi. Demak, buning ichiga 5 sonni kirdi. 5 sonni kirdi. Yoki 5 sonnini qo'shib oldi degan ma'noni bildiradi. Endi kelasi bu 1dan 5 ga bo'lgan araliq. Bu 1 ve 5 sonlarini qo'shib oldi. 1 ve 5 sonlarini qo'shib oladi. U nima bildirdi? Bu araliqda 1 mi bor, 5 mi bor? Endi bu tirnoqchi bilan bu tirnoqchining farqi nimada deganda, agar bizda tik tirnoqchi qo'shsak, shu tik tirnoqchi yipilgan sonni bu araliq o'z ichiga oldi. Ya'ni shu son bilan oyoqlashdi degan bildirdi. Endi bu tirnoqchi shu sonning yaqinlashgan eng yaqin son bilan oyoqlashdi deganni bildirdi. Ya'ni buningga 5 ning tüydi ekeni 5 ga yaqin bir son bor, biroq 5 son qolmaydi, kirmaydi. Demak, bu araliq 1 ve 5 sonlarini qo'shib alolmaydi. Ya'ni buni ichida 1 ve 5 sonlari yo'q. Tipilmaydi. 1ning tüydik sonlar, 5ning tüydik sonlar. Endi bu yerda-chu, bu yerda 1 soni tipilmaydi, ama 5 soni tipildi. Ya'ni 5 soni ilishqa bo'ldi. Ya'ni bu araliqda 5 soni bor degan ma'noni bildirdi. Endi bu yerda-chu, 1dan 5 gacha bo'lgan barliq sonlar ve 1 sonim bor, buning ichida 5 sonim bor. Qaytlab o'tib ketaylik. Bu 1dan 5 gacha bo'lgan barliq sonlar, biroq 1 ve 5 sonlari nima qo'ydi? Qabul qilinmaydi yoki qo'shib olmaydi. Endi bu yerda 1dan 5 gacha bo'lgan barliq sonlar, biroq 1 sonni bu araliqqa kirmaydi ekan. 1ning tüydik sonlar, 1.1 italiq, 1.100'dan 1, 1000'dan 1, milyondan 1, shunday sonlar biroq 1dan boshlanmaydi. Ama 5 bilan oyoqlashadi. Endi bu son 1dan boshlanadi. 1 ve 1dan 5 gacha bo'lgan barliq sonlar 5 ni qo'shib oladi. Endi bu araliqlarning nomlari bor. Birinchi bizning aralig'imiz bu interval deb ataladi. Interval. Agar bir yiq ochiq, bir yiq yipiq bo'lsa, bu yarim interval bo'ldi. Yarim interval.
Şkil uçi, iki uçi yipik bolsa bu kesinde dep aytıldı. Kesinde dep aytıldı. Endi bu arlıqlarni tengsizlik türde ko'rsatib yeyishga bo'ldi. Ya'ni 1dan 5 ga bo'lgan arliq bu x cho'ng 1dan kichik 5dan degan ma'noni bildiradi. Kelasi bu 1dan 5 gacha bumi? Bu biroq 5 sonni nima qildi? Qabul qildi. Shuning uchun menga tang deganni qo'shaymiz. Shu yerda x soni 1dan cho'ng, kichik yoki tang qanchadan? 5dan. Uchinchisi bu 1 sonni qabul qildi, 5 sonni qabul qildi. Demak x cho'ng yoki tang 1dan, kichik yoki tang qanchadan? 5dan degan ma'noni bildirdi. Endi intervallarda 2-5 ochiq bo'li, qandaqla biz son o'qida ochiq sonni ko'rsak, shu son boyaga oddiy tirnoqcha qo'yamiz. Agar yipiqni ko'rsak, tik tirnoqcha. Qaranglar, bu suratning bir tarafi ochiq, ikkinchi tarafi yipiq. Ochiq tarafiga oddiy tirnoqcha, yipiq tarafiga tik tirnoqcha. Bu araliqni har ikkili bishi yipiq. Demak, har ikkili bishi tik tirnoqcha bilan yipildi. Endi bizning 4-5 suratimiz bu qaranglar. 5 ni boshlanibdi, ketdi. Qayerga qarab ketdi? Oxiri qancha bilmaymiz. Oxiri bizda cheksizlik. Cheksizlik deb shunday cho'ng sonlarni aytamiz. 5 dan plus cheksizlikcha. Buni yozilishi 5 yipiq bizga tik tirnoqcha, 5 dan plus cheksizlikcha deb yozildi. Endi bunun nomi yipiq shola. Yipiq shola. Shola degani biz bilamiz, kunning sholasi. Kunning boshlanadi, shola qilib davomlashib ketaverdi. Mana bu shu 5 dan boshlandi. Sonlari hammasi qilib davomlashib ketdi. Ammo bu birinchi, ikkinchi, uchinchi suratlar bu chikiba. To'xtadi, durustmi? Bu to'xtamay ketib bordi mana. Barliq sonlar nima qildi? Qabul qilyapti. Ya'ni 5 dan keyingi barliq sonlar qabul qilyapti. Endi bunun yozilishi tengsizlik turida x cho'ng yoki tang 5 dan deb nima qildi? Yozildi. Chunki boshlanishi 5 dan 5 dan keyingi sonlar bu 5 dan cho'ng sonlar. Shu sababdan bu araliq hammasi x desak, shoda bu x 5 dan cho'ng deb yozamiz. Cho'ng yoki tang. Nima uchun tang? Sabab 5 ni qabul qildi. Endi qaraymiz. Bu son aralig'ida tirnoqchani yozganda birinchi so'ng tarafini, undan keyin o'ng tarafini nima qilamiz? Yozamiz. Mana so'ng tarafi, andagi o'ng tarafi, so'ng tarafi, andagi o'ng tarafi. Bu yerda shu qaranglar. Bu araliqda so'ng tarafiga sol beshi 5, o'ng beshi oxir bilmaymiz, shu sabab plus cheksizlik. Endi bu surat uchun o'ng sol beshi 5, ochiq bo'lganlikdan oddiy tirnoqcha, yipiq bo'lsa tik tirnoqcha 5 dan plus cheksizlikka. Endi bu bizning nomi ochiq shola. Ochiq shola. Endi tengsizlik turida yozsak, x cho'ng 5 dan deb yozildi. Qaranglar, bu tik tirnoqcha bo'lganti, bu 5 ni qabul qildi. Shu sababdan tang 5 dan. Bu oddiy tirnoqcha 5 ni qabul qilmaydi, shuning uchun x cho'ng 5 dan deb yozamiz. Agar bizning sholimiz sol tarafga yo'nalgan bo'lsa, ya'ni aytaylik bunday bo'lgan bo'lsa, -7.2 degan son, ya'ni sol tarafı ştrixlangan bo'lsa. Endi qani yozamiz? Bunun sol beshi qayerda? Minus cheksizlikda. Demak, minus cheksizlikdan qanchagacha? -7.12 gacha. Minus cheksizlikdan chekib besh -7.12 gacha bo'lgan shola deb aytamiz. Endi bu ochiq shola. Agar buni tengsizlik turida yozsak, x mana bu aralıqda x tursa, x qabul qilgan sonlar. Endi x 7.12 ni yazamiz, -7.12 ni. X -7.12 ni cho'ngmi, kichikmi? Sonning sol tarafiga sonlar albatta ne bo'ldi? Kichik bo'ldi. O'ng tarafi cho'ng bo'ldi, bu sonning sol tarafi kichik bo'ldi. Demak, x soni -7.12 dan kichik sonlar deb bundaq yozildi. Endi hurmatli do'stlar, bizda son sholasida agar koordinatalik o'qda bizga sonlar berilsa, biz uni araliq yozishimiz kerak. Ularni tengsizlik turida yozishni bilishimiz kerak. Bu yozganlarimiz nima orqali? Biz araliq orqali. Bularning hammasiniki araliq. Araliq.
ikkinchi bu araliqlar nima orqali yozdik? Tengsizlik turida yozdik. Tengsizlik. Endi bularchi bu araliqlarning nomi, araliq nomi. Bularchi bu araliqlar nimasi? Tasviriy. Tasviriy. Yani surati degan ma'no biladi. Mana araliqlarning surati, bu araliqlarning nomi, bu araliqlarning yezilishi, bu araliqni nima orqali yozdik? Tengsizlik orqali yozdik. Yani araliqni tengsizlik orqali yezilishi. Bizga tengsizlik berilsa, biz buni surtini bilishimiz kerak. Mana qaranglar, tengsizlik, mana ikki tarafi samba, demak ikki samba nima qilsak cheklanishi kerak. Buni bir tarafi samba. Ya'ni buni sizganda koordinatga tuzilsaymiz, 5 sonni belgilaymiz. Agar teng bo'lsa, yapimiz. Andikin o'ng tarafini shtrixlaymizmi, so'l tarafini shtrixlaymiz deganda biz o'qiymiz. O'qilish qanday? X cho'ng yoki teng 5 tin. Shunday qo'y. X cho'ng deydi. Cho'ng deganlikdan demak 5 ning qaysi tarafini olamiz? O'ng tarafini qilamiz, shtrixlaymiz. Ama x kichik desa, bu hisobda qarang, x kichik qanchadan? -7 bo'lishi kerak. X kichik desa, koordinat tuzilsaymiz, 7.2 bizde bir teng yok. Qaranglar, teng bo'lsa bu yiplati, teng yo'q bo'lsa bu uchiq bo'ldi. Andikin kichik desa, bu sonning qayqamiz sol tarafında shtrixlab qo'yamiz. Kelesi biz bundaq misal, berilgan araliqdagi bütün sonlarni terib yozinglar. Bütün sonlar. Endi qaranglar, birinchisi biz bilamiz bu interval. Bu araliqqa -3 ve 4 sonlar kirmaydi. Şu sebepten birinchi araliqdagi mana bu araliqdagi bütün sonlar qaysilar? -3 kirmaydi. Kelesi -3 -2 soni kirdi. Bütün sonlar potom -1, andan keyin 0, andan keyin 1, andan keyin 2, andan keyin 3. 4 soni kirmdi. Albatta 4 soni kirmaydi. Demak, ochiq bo'lsa bu 2/5'deki, ya'ni ochiq turgan sonni elish bo'lmaydi. Demak, -3 ni alamaymiz, ham 4 ni alamaymiz. Demak, -3 dan 4gacha bo'lgan araliqdagi bütün sonlar -2, -1, 0, 1, 2, 3. Demak, qancha? 6 tal bütün son bor. 6 tal bütün son bor. Kelesi, bu bizde yarım interval. Bu bizde interval, bu bizde yarım interval. Bu -3 nima qilgan? Qabul qilgan. Chunki bu bo'yalgan. Demak, bu aralıqda biz -3 dan boshlaymiz. -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3. -3 ni qabul qildi. Shu yerda sanab ko'raylik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Demak, bu yerda 7 tal nima bütün son bor. Endi kelesi bu aralıqçı. Bu aralık qaranglar bo'yalgan ki, demek -3 nimi, -4 nimi qabul qildi. Ya'ni -3, ve 4 sonlarini yezishqi bo'ldi, elishqi bo'ldi degan biladi. -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4. Qancha tal son bor? 8 tal bor. 8 tal bütün son bor. Endi oldingi misollardan qarashtiraylik. Oldingi misollarda bu yerga eng cho'ng bütün son qancha? 3. En kichigi -2. Demek 2/5'ni alamaymiz. En çoğun bütün son o'ng tarafta bu 3. En küçük bütün son bu sol tarafta -2. Yani bu aralıkta en çoğun bütün son 4'ni alamaymiz. 4'ni aldı 3. Mana o'zinglar ko'ryapsizlar. En küçük bütün son bir 3'ni ilişki buldu. Şu -3'ni ilişki buldu. Şu sefer bir en küçük bütün son -3. Yani bu aralıkta 4'ni ilişki buldu, -3'ni ilişki buldu. En çoğun bütün son 4. Mana görürse en küçük bütün son -3. Yani bu aralıktaki en çoğun en küçük bütün sonlar qancha? Bu yerda qaranglar, shtrix sol tarafga ketdi. Demak, bu qayerga? Minus cheksizlikdan kelyapti. Minus cheksizlikdagi bu aralıkta en küçük son aniqlashga bo'lmaydi. Sebab buni oxiri yo'q. Minus cheksizlik bu sonlar nima qildi? Texnik kichiklashib ketdi. Qayerda? Minus cheksizlikda. Biz bilmaymiz oxirini. Endi cho'ng son o'ng tarafida. Demak, -6'ni qabul qilamdi? Yo'q.
minus 6'daki minus 6'dan keyingi son bizde minus 7. Demek bu aralıktaki en çoğun bütün son qancha? Minus 7. En küçük bütün son bilmeymiz. O minus çeksizlikte. Kelesi bu aralıkçı. Bu bizde şola. Minus 10'dan nima qildi? Qabul qildi. Sebebi boyalgan. Demek bu aralıkta en küçük bütün son qancha? Minus 10. Mana bu sol tarafı en kichigi. O'zinglar bilsa, o'ng tarafı bu en cho'ngi. En cho'ng bütün son aniqlash bo'ladimi? Albatta bo'lmaydi. Bu qayerga qarab ketib bordi? Plus cheksiz qarab nima qildi? Intilib o'tadi, yo'nilib o'tadi. Ketdi. Minus 10'dan başlap cheksiz qarab ketdi bu barliq sonlar. Demek en küçük bütün son en küçük bütün son minus 10. En çoğunca bilmeyimiz. O qancha cheksizlikning ichida edi bir son. Endi bu berilgan misollarni araliq orqali yozish kerak. Uning uchun biz buni chizib ko'rsak, qaranglar. Birni belgilaymiz. Bu yerda yolg'izli son teng bo'lsa bo'yaymiz. Birni yozdik. Endi o'qiymiz. T cho'ng yoki teng birdan. Cho'ngsa birni o'ng tarafini shtrixlaymiz. Demak, qaysi araliqni yozamiz? Birdan plus cheksizlikcha. Demak, mana qarang, 1 va plus cheksizlik. Birdan boshlandi, so'ng tarafi, o'ng tarafi cheksizga qarab intildi. Kelasi tasvirni chizib ko'rsak, 7 sonni belgilaymiz. 7 mi? 7 belgiladik. Endi qaranglar. Bu yerda teng yo'q, shu zaratni ochiq qilamiz. O'qiymiz. T kichik 7dan. Kichik sonlar har qanday sonning sol tarafida. Sol tarafni shtrixlaymiz. Aralıqning so'ng beshi qayerda? Minus cheksizlikda. O'ng beshi qanchada? 7. Demak, minus cheksizlikdan 7gacha deb mundaq yoziladi. Kelasi bize T soni minus 2dan cho'ng yoki teng, kichik 3dan deydi. Saymiz. Qancha olsam bor bizda? 2 olsam bor. Oldi bilan minus 2, andan keyin bizda 3. Minus 2 o'zinglar ko'ryapsizlar bor, teng bor. Shu zaratimiz bu yayimiz. Mushu 2 aralıqda. Bu bekma o'ngay. Minus 2'den 3'e. Kelesi x soni cho'ng yoki teng minus 1'dan kichik yoki teng 4 deydi. Bu o'ngay 2 olsam bor, belgilik bu yayimiz. 2'lisini bo'lsa teng bor. Mana minus 1, mana 4 aralig'ini shtrixlab qo'yamiz. Bunday so'z minus 1'dan 4gacha. Bo'yaldi nima uchun? Teng bor. Nima uchun tik tirnoqcha? Sababi bo'yaldi. Kelasi bizda bu yerim intervalga minus 1'dan qanchagacha? 4gacha. Bu intervalga keçirsizlar, intervalga 1'dan 4gacha. Mana 2 5 ochiq, shu yerdan oddiy tirnoqchalar ochiq bo'lgani uchun minus 1'dan 4gacha. Birinchisi bizda yipiq shola, bu bizda ochiq shola, bu bizda yerim interval, bu bizda kesinda, oxirgisi bizda interval. Endiki so'z son araliqlarining birikishi va qiyilishi to'g'risida bo'ldi. Endi qaranglar. Birinchi belgilarga to'g'nishib olaylik. Bu töven qaragan do'g'a deylik. Bu bir qiyilishidu degan ma'no bildiradi. Qiyilishidu. Endi bu agar yuqori qarasa bu yerim do'g'imiz do. Bu birkidu degan ma'no bildiradi. 1 2 do. Endi birkidu bu so'z bu barlig'ini o'z ichiga oladi. Qayerni? Barlig'i degan so'z. Barlig'i. Ya'ni bu 5'dan ayıg'icha ham son oldi. 5'dan ayıg'icha. Bu qiyilish degan nima bildiradi? Qiyilishdu o'rtaq yerini oldi. O'rtaq yeri. O'rtaq yeri bor bo'lsa texi. Yo'q bo'lishi mumkin. Bir kishida bu barlig'ini oldi. 5'ni ayıg'icha. Endi qaranglar, bundaq bir misoldan qarshi turaylik. Minus 4'dan 5gacha. Bu bizda interval bo'lsin. Ve aytaylik
minus 2'den 10'gacha. Bu bizde kesindi bolsun deyli. Bu bize interval, sizler bize 2 tarafı adi tırnakça. Bu bizde kesindi. Bu ikisinin kıyılışını tapaylı. Kıyılışı. Andikin hem minus 4'ten 5 bolgan interval bilen minus 2'den 10'gacha bolgan kesindinin bir kişini tapaylı. Qarang, yezilishi yuqori qardi, bu töven qardi. Teng. Teng. Onun için biz 4'ni salamiz. Bir tal surat bizga yetidi. Her kelisiga qarang, belgilaymiz. Birinchi, bu araliqdagi bu berilgan sonlar ichida eng kichik son qancha? Eng kichigi minus 4. Minus 4 ochiq bo'ldi. Ondan keyin minus 2. Minus 2 tik tirnoqchi bo'lgan yipiq bo'ldi. Bo'yaymiz. Minus 2. Ondan keyin bizda 5. Bu bizda ochiq bo'ldi. Ondan keyin 10. Demek bu 4 tal sonni hech qaysini tirnoqcha qaramay, o'z tartibi bo'yicha nima belgilab oldim. Bunu biz yipiqga kechirsizlar. Endi belgilaymiz. Qarang, minus 4'ten 5gacha shtrixlama. Minus 4'ten 5gacha. Minus 4'ten boshlayman, 5 bilan oyoqlashtirman. Shtrixlamani o'ng taraf qarab sizdim. O'ng tarafga yatqizdim, qarang kichkina. Ya'ni tikkina sizmadim, buni sal yatqizdim. Endi kelasi menda minus 2'den 10gacha. Boshlaymiz minus 2'den, to'xtaymiz 10'da. Qarang, minus 2'den 10gacha. Yana sol taraf qarab yatqizdim. Mana ko'rdinglar. Endi o'rtaq yeri bormi? Mana o'rtaq yeri. O'rtaq yer. Bu yerda birinchi shtrixim bor, qaranglar, ham ikkinchi shtrixim bor. Ya'ni ikkisi hardek bir-birini yo'qotadi, kesib o'tadi, mana bir-birini turibsizmi? Mana hardek bir-birini yo'qotadi, kesib o'tadi, qiyib o'tadi bir-birini. Yoki bu araliqlar bir-biriga so'qishadi desak ham bo'ladi. Bu orada mana qiyilish o'tadi. Yana o'rtaq araliq bu minus 2'den 5gacha. Demek qiyilishi deb o'rtaq yerini olamiz. Bu yerda o'rtaq araliq bor ekan. Demek qanchadan qanchacha? Minus 2'den 5gacha. Başımda tik tırnakçı bilen minus 2'den ayaklıcıda adi tırnakçı 5gacha. Kelesi 1-2'de muşu suretini size attık. Endi men bunu sureti sizip kömeyi. Siz için acıdı yok da böyleme. Qaranglar, 1-2'de bu 5'den ayaklıcı. Hiç kana qiyin emas. Bu barlıq ştrixinin 5 qayıqda minus 4'te. Ayığı qayıqda 10'da. Demek yazımız minus 4'ten 10'gacha. Bu bizde oңайырақ. Çünkü 5'ini ayıqacha barlığını okumuz yazımız. Endi bu hesapta minus 1'den 3'gacha ve 4'ten 6'gacha bo'lgan araliqlarning, yani yerim interval ve kesindinin qiyilishini minus 1'den 3'gacha bo'lgan yerim interval bilan 4'ten 6'gacha bo'lgan kesindidan 1 kishi topayli. Bu qiyilishi to'g'ri qarag'ini, bu 1 kishi. Onun için biz 4'ni sizishimiz kerak. Qani 4'ni sizaylik. Mana bizde koordinatlik tuz. Endi bu hech qanday 0 da 5 ni o'lchashni hojati yo'q. Bu 4 tal sonning ichida eng kichik qaysi? Eng kichigi minus 1. Minus 1'ni belgilayman. Bu bizde ochiq. Sebebi adi tırnakçı ile başlandı. Ondan keyin bizde 3. 3 nima qilamiz? Bo'yaymiz. Nima sababdan? Tik tırnakçı. Ondan keyin bizde 4. Eng cho'ngi bizde 6. Endi shtrixlaymiz. Birinchi shtriximiz minus 1'den 3'gacha. Demek minus 1'den boshlayman, 3'te oyoqlashtirman. Kelasi 4'ten boshlab 6'da oyoqlashtirman. Yani qaranglar, qiyilish deb o'rtaq yerni oldik. Bir-birini ikkisini o'rtaq yeri bormi? Yani bir-biriga qiyilishib o'tamdi. Yoki bir-biri bilan tishilish mana har o'sha har devotamdi bir-birini. Yo'q. Unda araliq yo'q. Demak, qiyilish yo'q. Bo'sh a'zo deb bundaq yozamiz. Yana qiylashmaydi degan ma'no bildirdi. Yana qiyilish bo'sh a'zo. Endi bir kishi, bu bir kishi o'ng'ay. Men dedim 5'den ayıg'ich hamini yozamiz. Shtrixni 5 qayda? Minus 1'de. Ayı qayda 6'da. Bırak bu araliqni nima qilmaydi, qo'shib ola olmaydi. Shu sababdan bir kishiga biz nima yozamiz? Minus 1'den 3'gacha
hem 4'ten 6'gacha. 1-2 degan belgi shu qaytadilar, o'z pichi shunda qoldi. Boshqa bir yerda birikishi yo'q. Kelesi hisobimiz bizde bu aralıklarning qiyilishi bilan birikishni topaylik. Uning uchun biz bu berilgan sonlar ichida eng kichik son topamiz. Eng kichik son -5 ga. -5 bizda bo'yalgan. Andaki 0 bizda bo'yalgan. 0 bu yerdan bu yerdan bu. İki qitim 0'ni yozmaymiz. Chunki har bir songa faqat birla chekit loyiq keldi. Yoki har bir sonning faqat bir tali bor, o'rni bor. Yoki bir chekitga birlik son mas keldi deb tushundigim bo'ldi. Ya'ni bu yerga ikkinchi 0'ni sizishni yoki bu yerga uchinchi 0'ni belgilashni hojati yo'q. 0 birlik qitim yozildi. Bitti. Andaki kelesi 0'dan 4'gacha. 0 bizda bor, kelesi 4 soni. Ochiq. -5'dan 0'gacha shtrixlayman. İkincisi 0'dan 4'gacha. Buni aksincha bu yoqqa qaratib sizay. Shtrixlay. Tushunishli bo'lishi uchun. Endi qaranglar. Qiyilishi biz qilishib qanday yerimiz o'rtaq yerimiz, o'rtaq. Общее ruscha. O'rtaq yer bormi? Bor. Qancha? Faqat 0 li chekit o'rtaq. Demak, javobi buning 0 bo'ldi. Yolg'izli chekit 0. Kelesi 1 kishi deb bu 5dan ayirganmiz. 5 qayda? Bu shtrix qarang hech qanday uzilmadi. Aldığın hesabı bizde üzülgenti, şu sebepten iki tırnakça yizişke doğru keldik. Bu bizde üzülme 5'ini ayağıça keldirsme. Mukarram bu arada üzülük etti. Bu 5'ini ayağıça üzülmedi. 5'i kaçıda? -5'te ahırı 0'da. 4'te. Demek 5 bizde -5 tik tırnakça, 4 sanımız adi tırnakça. Yine -5'ten 4'kçi bolgan yerim interval. Kelis bizde eğer mınaq surata berilse, bu her şekil aralıqning qiyilishlar birikishini qandapmiz. Onun için bu ikisini bir sonu qo'zg'ayman. Kechirsa siz qo'shib foydalanmadim. Endi berilgan sonlar ichida eng kichigi bizda 3. 3ni bo'yab yozamiz. Sen 3 bo'yalgan. Kelasi bizda 4, 4 ochiq. Endi qarang. Birinchi aralig'imiz 3dan plus cheksi qarab shtrixlangan. Bir araliq shtrixlab olmay. 3dan plus cheksi qarab 10 qarab. Ana ketdi. Demek ki birinci suretini bir yoqsizdim. İkincisi minus cheksizlikten başlandı. Qanchagacha? 4'gacha. Demek sol tarafdan 4'gacha shtrixlayman. Biroq buni yo'nalishni bir yoqqa qarab yetkazman. Solga qarab. Mana minus cheksizlikdan qaygacha keldi? 4'ga kelib to'xtadi. Endi har ikkala araliqning qiyilishi qanchadan-qanchagacha? 3dan 4'gacha. Mana ikkisining o'rtaq yeri bor. İkisi yana hardek bir-birini qo'yib hardab o'tadi, qiyib o'tadi bir-birini. Demak, qiyilishi qanchadan-qanchagacha? -3dan 4'gacha. Endi bir kishi uchun bir kishida 5'ini aygacha olamiz. Ya'ni buni dursa biz beray. Birinchi aralig'imiz bizning 3dan plus cheksizgacha. 3dan plus cheksizgacha. Ikkinchi aralig'imiz minus cheksizlikdan 4'gacha. Qiyilishida payli minus cheksizlikdan 4'gacha. Adi tırnakça. Bunun cevabı ne oldu? -3'dan 4'gacha bo'ldi. Shunda qo'y, mana qiyilishi tövenge, yani mana o'rtaq yeri. Kelesi şu araliq 3'dan cheksizlikcha. 1-2 minus cheksizlikdan qancha? 4'gacha. Endi bu bir kishi o'ng'ay, yani 5'ni aygacha olamiz. 5 qayerda? Minus cheksizlikda. Ahir qayıqda plus cheksizlikda. Biroq men plus cheksizsam bir xatolashman. Nima uchun? Sebab 4 chekiti ochiq degan o'zingiz bilsa, bu 4 chekitni o'qimaydi, qabul qilmaydi. Bu 4 kelgan nima qildi? Uzilib ketdi. Bu nima qildi? Bu chekit nima qildi? Üzildi. Shu sababdan uzilgan yerini buna qilamiz. -84'gacha 1-2 4'dan plus cheksizlikcha deb mundaq yozamiz. Yana bu 4 kelgan nima qildi? Uzildi. Demak, ishkorlik nima qildi? Uzilib ketdi. Mana bu nimasi bir kishi. Bir kishi deb 5'ini aygacha bo'lgan barliq araliqni olamiz. Biroq uzilish chekitlari nima qilmaydi? Bu araliqqa kirmaydi. Kelasi bizning mundaq misol. Mana o'z oldida bu bir araliq. Ikkinchi aralığımız mana. Mush ikki araliqning birikishi bilan qiyilishini qanotamiz. Onun için son o'qinzaymiz. Son o'qinzaymiz. Qaranglar, eng kichik son bizda -5.
Andan keyin bizde minus 2. Andan keyin bizde minus 1. Men yana hammasini bir chet yozmayapman, ishni izlayapman. Eng kichigi mana eng andan keyin bu kelesi bizde buni minus 1 dan cho'ngroq san bu bizde 1. Andan keyin 3. Andan keyin qancha? 10. Shtrixlayman minus 5 dan 2gacha. Minus 2gacha mana 1 dan 3gacha. Bu 1 aralıq dursa öz alıb berilgan. Shu sababdan buni yo'nalishi qarab bir taraf qarab yetkazdim. Ikkinchisi minus 1 dan 10gacha. Minus 1 dan 10gacha shtrixni bu yoqqa qarab, so'l qarab yetkazib olaman. Başında minus 1 dan oyoqlashdan 10gacha. Demak, qiyilishi qarang, o'rtaq yeri bormi? Mana o'rtaq yeri. Mana bu oraliq mana o'rtaq yeri. İkisini yo'qotib bir-birini kesib o'tadi, qiyib o'tadi. Demak, qiyilishi 1 dan 3gacha. Endi bir kishida biz 5ni oygacha olamiz. 5ni oygacha oladik, ammo bu oraliq bizda nima? Hech qanaqa son olmadik. Ruscha aytganda pustoy. Demak, minus 5 dan minus 2gacha, andan keyin minus 1 dan qanchagacha? 10gacha. Sabab bir kishida 5 dan oygacha olamiz. 5 dan oygacha. Demak, minus 5 dan minus 2gacha. 1 kilo minus 1 dan qanchaga? 10gacha. Shuna hurmatli do'stlar, bugungi darsimiz oyoqlashdi. Barlarga diqqatingizga ko'p rahmat. Agar bu video bo'yicha qanday bir o'y fikringlar bo'lsa, kommentariyga yozishni unutib qolmanglar. Bo'pti, xo'sh, sog' salomat bo'linglar.